Xo'p, assalomu alaykum aziz kuzatuvchilarimiz. Andijon mebellari Xurshidbek Mebelus kanalida bugun sizlarga yumshoq mebellarning eng zo'rlarini taklif qilamiz. Albatta, yoqsa bemalol telefon qilib, tushunmagan joylaringizni so'rab sotib olsangiz bo'ladi. Andijon mebellari Xurshidbek Mebelus kanalida bilasizlar, doim eng arzon narxda eng sifatli narsalarimizni qo'yamiz. Vinni modelimiz mana boshida. Vinni modelimiz bunisi mana 330 ga 230 ligi bunisi. Mana bunisi oq. Bunisi oq. Bunisi mokri asfalt rangda. Xo'p, bu yerda endi 430 ga 230 liklari turibdi. 430 ga 230 liklari. Ikki xil rasvetkasi turibdi bu yerda. Albatta qaysi biri yoqsa aloqaga chiqib telefon qilib bemalol tushunmagan joylaringizni so'rab olsangiz bo'ladi. Xo'p, eng arzon narxda taklif qilamiz. Buni oyoqlari polniy chinordan ishlangan. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. 90 ga 270 lik stoli bilan birga. Komplekt 8,5 million so'm sotilgan bu. Bugun 8 million so'mga taklif qilamiz. Bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Ikki xil rasvetkasi bor bu yerda. Bunisi mana kafeyniy rang. Buni pufiga albatta 4 ta bo'ladi. Nariginga ham 4 ta qo'yib beramiz. 8 million so'mdan. Mana kichkinalari 6 million so'mdan qilib beramiz kichkinalarni. Bunaqa chiroyli stol qo'yib beramiz. Albatta yostiqchalar bonusga bo'ladi. Ichida qo'shib beramiz. Xo'p, 330 ga 230 bo'lyapti. Stoli 90 ga 180 bo'lyapti. Narxi 6 million so'm. Xo'p, endi bu yerda mana oyoqlari yong'oqda ishlanganlari bor. Bu modelimiz rosa ko'pchilik biladi. 320 ga 220 lik modelimiz. Xo'p, bu tomoni 320, bu tomoni 220 bo'ladi. Yostiqchasi albatta ichida ikkita pufigi, oyoqlari polniy yong'oqda ishlangan. Sidenaning kengligi 60 sm bo'ladi. 60 sm. Bu orqa ko'rinishlari mana ko'pchilik videoda aytadi, orqasini ko'rsatmayapsiz deydi. Mana orqa ko'rinishi shunaqa holatda bo'ladi. Keyin mana orqasida oyoqlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Polniy tagigacha mana yong'oq aylantirib qo'yib chiqilingan. Bu endi nimaga? Buni mustahkamligiga xizmat qiladi. Nima uchun qo'yiladi? Mustahkamligiga xizmat qiladi. Bu ham 7 million 800 ming so'm sotuvda, albatta stollari bilan birga. Stolini ham e'tibor berib qo'yasizlar. Ozgina qimmatroq stol. O'zi asli bu bilan ozgina qimmatroq bo'lish kerak, lekin shu narxga qilib beramiz. Shu narxga qilib beramiz. Keyin bu modelimiz chiqqan. Bu modelimiz ham nihoyatda chiroyli. Buni 222 model deb nom qo'yib qo'yishibdi ko'pchilik. Endi bizdan olib sotadigan odamlar ko'p. Shularga e'tibor berib qo'yasizlar. 222 deb model qo'yib, modelga nom qo'yib qo'yishgan. Oyoqlari yong'oqdan bo'ladi. Bitta narsani esinglardan chiqarmanglar. Birinchi qo'l o'zimizdan mana joyidan reklama qilyapmiz, xudo xolasa, joyidan. Bemalol albatta pastda ikkita nomer qoldiraman. 77 kodi bilan 275 0808 nomer qoldiraman. 94 kodi bilan 755 48 44 nomerni qoldiraman. Albatta ko'rib chiqasizlar. Yonlariga e'tibor beringlar. Buni ham orqalari nihoyatda chiroyli ishlangan. 320 ga 220 ikkita pufigi stollari bilan birga. Narxi bu ham bir xil narx, 7 million 800 ming so'm. Lekin bugun jonli efirda bugungi videoyimizda 7,5 million so'mga qo'yamiz. Xo'p, endi yong'oqlik katta modelimiz, buni bilasizlar. Katta model mana 420 ga 220 bo'ladi. Mana pufigi 4 ta pufig bo'ladi. Endi hozir bunda 3 ta turibdi. 12,5 million so'mga doimiy sotib yurganmiz buni. Materialiga e'tibor beringlar. Shers material, nihoyatda chiroyli, yangilik material. Mana shu material o'ta go'zal keldi. O'ta go'zal keldi. Yonidan mana e'tibor beringlar. Yonidan. Sifatlari mana choklari. Sidenalari. Xo'p, narxi 12,5 million so'm. Shu holatda xohlagan stolni ikkita 1,5 metrlik qo'yib berishimiz mumkin. Oynali
Oynalik ham qo'yib beraveramiz. Unisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Bu hozir menga bo'ladi desangiz 270 ga 90 bo'ladi. Oyoqlari polniy mana yong'oq buni ham. Oyoqlariga e'tibor beringlar. Mana qo'llari nihoyatda chiroyli ishlangan. Yonboshlari ham mana bunaqa. Endi bu yerda ozgina ko'rinmayapti, lekin o'ta sifatli narsa. 12,5 million so'm 4 ta pufigi bilan bo'ladi. Albatta, aloqaga chiqarasizlar. Buni biz endi hammaga yaxshi tanish original Chesterimiz. 4 taligi 330 ga 230 lik modelimiz bu. Choklariga hamma yo'g'iga e'tibor berasizlar. Nihoyatda chiroyli. Burchaklari mana 90 gradus bo'ladi. 90 gradus bo'ladi. Shularga e'tibor berib qo'yasizlar. Mana shu chiroyli stoli bilan 5 million 400 ming so'mga beramiz. Bu stolimiz yangilik chiqdi. Bu yangilik chiqdi. O'zi hozir mana shu holatida 1,5 million so'mga sotamiz buni. Stolni o'zini. Endi hozir 1 million 400 ming hisoblayapman. Buni 4 million hisoblayapman-da 5 million 400 ming so'mga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz biz. Xo'p, endi bu keyingi modelim ham spinkalari mexanizmli qilib chiqdik. Buni qo'llarini e'tibor berib qo'yasizlar. Nihoyatda chiroyli qilib ishladik. Manolari mana jiladi. Qo'llari ham mexanizm, bilasizlar, yengil harakat bilan jilaveradi. Bemalol uxlasiz bo'ladi. Mana orqasiga ketadi. Mana bemalol ko'tarib, endi hozir bitta o'zimga ozgina muammo bo'ladi. Bu yig'ilgan holatda 330 ga 230 bo'ladi. Mana ochilganida 3,5 metrga 2,5 metr bo'ladi. Shularga e'tibor berasizlar. Endi bu modelimizni yangi chiqardik. Buni endi oyoqlarini chinor qilib, nihoyatda chiroyli qilib, mana materiallarni kirchimol qilib ishlaganmiz. Xudo xolasa bu ham kimdir uyida yaxshi xizmat qiladi. Sidinasining kengligi hozir mana shu turishda 60 bo'ladi. Ochilganda 85 sm gacha boradi. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. 85 sm gacha boradi. Polniy 100% chinor, yong'oq shunaqa narsalarda qilingan. Xo'p, bu qo'llari ham shunaqa mana, bu ham ochiladi. Mana. Alovlari hammasi orqaga jiladi. Stollari hammasi ichida komplekt. Buni 10 million baho qo'yganmiz hozirda. Stollari bilan 10 million so'm deb narx qo'yganmiz. Endi yana telefon qilsanglar, bu yog'i kelishamiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, bu Amir modelimizni haqiqiy ko'pchilik Meduza deb ham nom qo'yib qo'ydi. Originali. Meduzani har xili bor. Bo'yi pakanaroq qilinadi, oyoqlari plastmassa qilib turib, 5 talik qilib qo'yapti-da, 710 dollardan deb turib, dastavkasi ichida deb reklama qilishyapti. Ko'zim tushdi, ko'rdim. Endi buni biz 8 million so'mga mana shu holatida o'zi sotyapmiz. 8 million so'mga. 330 ga 230 bo'ladi. Qo'llariga e'tibor berib qo'yasizlar. Buni ham oyoqlari polniy yog'ochdan, mana chinordan qilib ishlangan. Xo'p, buni bo'ladigan narxi 7 million 500 ming so'mga mana shu stoli bilan bonus qilib beraman. 7,5 million so'mga qilib beraman. Dastavkasini berib qabul qilib olasizlar. Nihoyatda chiroyli fason. Chiroyli fason. Bu material ham mana teddy material, tukli material bu ham. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Narxi 7,5 million so'm. Bu ham 7,5 million so'm. Bunisi ham 7,5 million so'm. Bu 240 ga 340 bo'ladi. 240 ga 340 bo'ladi. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Ikkita pufigi bo'ladi. 60 ga 80 bo'ladi. Mana uniki mana 50 ga 60. 50 ga 60 bo'ladi. Mana oyoqlari mana 100% buni MDFda yog'ochda shunaqa narsalarda ishlangan. Yog'ochlarimiz ham yo yong'oq bo'ladi yoki chinor bo'ladi. Sasna qo'yilmaydi. Chunki sasna oyoq ozgina yumshoqroq bo'ladi. Shuning uchun sinib ketish ehtimoli bor. Oyog'iga ishlatmaymiz shuning uchun. Xo'p, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Buni ham 7,5 million so'mga qilib beraman. Bolishli fasonlarim bor bu yerda. Bolishli fasonimni 4 million 200 ming so'm sotyapman stollari bilan birga. 4 million 200 ming so'm. Buni 220 ga 320 bo'ladi. 3 ta pufiga 80 ga 180 stoli bilan. Bu yerda mana korishnevis turibdi. Albatta telefon qilsanglar buni ham kelishtirib beraman.
Xo'p, 3 million 900 ming so'mga bera olmayman buni mana. 3 million 900 ming so'mga xuddi mana shu stoli bilan 3 million 900 ming so'mga sotib olsangiz bo'ladi. Xohlang bu korichneviysi bor, xohlang bu yerda serisi bor mana, serisi. Narigisi endi ko'k, zangoriga yaqin. Bunisi mana kafenisi bor. Bemalol telefon qila olasiz. Pastda ikkita nomer qoldiraman, sotib olsangiz bo'ladi. Sotib olsangiz bo'ladi. Xo'p, mana high-tech modellarim bugun sotuvda arzonlatib qo'yganman. 5 million so'mga qilib qo'ydim buni ham. 5 million 200 ming so'mdan sotdik, bilasizlar. 430 ga 230 joyda egallaydi. Albatta bunaqa laminat stoli bilan bo'ladi. Stolimiz 80 ga 270 bo'ladi. Tagi polkali, oyoqlari temirdan bo'ladi. Buni ham 5 million so'mga qilib beraman. Bemalol aloqaga chiqaringlar. Xo'p, endi yana qaysini ko'rsatay? Mana modelimni ham ko'rsatib o'tib ketay. Mana shu ham mana oyog'i polniy chinorda ishlangan. 230 ga 330 lik mana burchagini barli deb qo'yamiz. Endi mana qilib pasaytirib, chiroyli qilib u bu narsa qo'ysa bo'ladigan qilib ishlab qo'yganmiz. Bular ham sotuvda 7,5 million so'm. Xullas mana yog'och oyoqli chinor yong'oqda ishlanganlarimiz stollari bilan 7,5 million so'm asosan qilib qo'ydim. 8 million 200 ming so'm sotganman. Mana orqa ko'rinishi bu. Yonbosh ko'rinishi 7,5 million so'mga bunga ham bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, bunisi ham shunaqa. Bunisi ham. Bunga mana bitta stol qo'yamiz, chiroyli. Bitta stol qo'yamiz, 7,5 millionga qilib beraman. Mana stolni qo'yib beraman bunga ham. Buni razmeri sal kattaroq. 240 bu tomoni, 340 bu tomoni. Mana oyoqlari. Yonidan ko'rsatmaysan deganlarga mana. Mana oyoqlari. Mana. Stolsiz holatda turibdi-da mana shu. Buni ham 7,5 million so'mga qilib beraman. Bu yerda mana serisi turibdi. Serisi ham shu. Serisini ham shu narxga qilib beraman. 7,5 million so'mga buni ham qilib beraman. Xo'p, rangi o'zgarsa, puli o'zgarmaydi. Stolini xohlasangiz buni qo'yib beraman, xohlasangiz birinchi ko'rganingizni qilib beraman. Bu ham 7,5 million so'm sotuvda. Xo'p, endi bu yerda mana divan kresloim turibdi bu. Xuddi mana shu fasonda divan kreslosi. Mana bittadan bu tomonda kreslo qo'yilgan. Xo'p, akalar narxi 6,5 million so'm. Oyoqlari polniy chinordan, buni ham mana orqa ko'rinishlari, orqalarini ham ko'rsataman. 6,5 millionga buni qilib beraman. 6,5 million so'm. Shu orqa ko'rinishi, mana divanning ham orqa ko'rinishi. E'tibor berasizlar. Nihoyatda chiroyli ishlangan. Xo'p, qancha joyda egallaydi? 4 metr joyda egallaydi bu. Yaqin qo'ysangiz 4 metr joyda egallaydi. Sal ochib qo'ysangiz 4,5 metr, 5 metrli uylarga nihoyatda chiroyli tushaveradi. 6,5 million so'm. Buni narxi. Bemalol aloqaga chiqinglar. Xo'p, yastali fasonim mana yastalilarim ham sotuvda turibdi. Bularni ham ko'rib qo'yasizlar. Bularni ham ko'rsatib o'tib ketay. 320 ga 220 bo'lsin deganlarga mana. 220, bu yog'i 320. Keyin sidenasi, yotadigan joylari uxlaganimda qulayligi bo'lsin deganlar uchun mana 70 santimetrli sidena. 70 santimetrli sidena. Xo'p, buni ham 7,5 million so'm sotganman. 7,5 million so'm sotganman. O'zi 7,5 milliondan kami yo'q. Buni asli mana orqa ko'rinishi shu. Burchagi mana 90 gradus bo'ladi. Burchaklari 90 gradus. Bu yerda mana 3 xil rasvetkasi turibdi mana. Stollar asosan 80 ga 180 bo'ladi. Bunisi mana bejviy. Bejviy svetda bunisi. Bu ham nihoyatda chiroyli ishlangan. Stollar o'zgaraveradi. Bunisi mana kafeniga yaqinrog'i. Kafeni. Yonboshlariga e'tibor beringlar. Yonboshlariga. Bu mana orqalari. Orqa ko'rinishlari. Polniy o'zini materiali 100%. Bu yoqlarga ham e'tibor berib turasizlar. Xo'p, bu 7,5 milliondan kam emas. Bugun efirimizda mana hozir qo'yib ketyapmiz. Xudo xolasa bugungi videoyimizda telefon qilganlar uchun xo'p, buni necha pul qilib beraman?
6 million 800 ming so'mga qilib beraman. Stollari bilan. 6 million 800 ming so'mga qilib beraman. Bemalol sotib olsanglar bo'ladi. Telefon qilib, aloqaga chiqib sotib olasizlar albatta. 6 million 800 ming so'm. 6 million 800 ming so'm. Bu yerda mana tagi spalniy bo'ladigan modelimiz. Buni ham telefon qilib olasizlar, 5,5 million so'mga beraman. Buni ham 340 ga 220 bo'ladi. Ana mexanizmlari bemalol maza qilib ishlatsangiz bo'ladi. 340 ga 220 lik 5,5 millionga buni ham beraman. Xo'p, endi aziz obunachilar, bu mana ko'pchilik yaxshi ko'rgan Meduza deb qo'yamiz. Kimlardir buni nimadir nomlar bilan nomlayapti. 230 ga 430 lik modelimiz. Xo'p, materialiga e'tibor berib qo'yasizlar, Gucci material. Komplektida 3 ta pufigi bor. Xo'p, bularni aksiyaga qo'yamiz bugun. Bugun aksiyada 5 million so'mdan. Birinchi qo'l unutmanglar, 5 million so'mga mana shu modelimizni sotib olsangiz bo'ladi. Endi bunga bitta yaxshi stol qo'yib berasiz desangiz, 1 million so'mga shuni olgan odamga eng zo'r stol qo'yib beraman. 6 million so'mga aylanadi. Eng arzoni o'zimizda bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, bu modelimiz orqalari ham polni 100% o'zini materialdan bo'ladi, boshqa material aralashtirilmaydi. Keyin oyoqlari bunaqa zavodskoy plastmassa bo'ladi. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Tagiga bemalol pilisos kiradi. Tozalasangiz bo'ladi. Choklariga e'tibor berib qo'yinglar. Bunga ham 12 ta odam bemalol sig'adi. 12 ta odamni kuzatsanglar bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Pastda nomer qoldiraman albatta. Aksiyada narxi 5 million so'm. Meduza modelimiz. Xo'p, bu yerda high-tech modelimizning kichkina varianti bor. Bularni arzonlatib qo'yganman. Eskidan doim ko'rsatib boryapman. 330 ga 230 bo'ladi. Stoli 80 ga 180 bo'ladi. Bunaqa ikkita pufigi bilan narxi 4 million 400 ming so'm. Bularga ham bemalol aloqaga chiqarasizlar. 4 million 400 ming so'mga. Choklariga ham e'tibor beringlar. Nihoyatda tekis, chiroyli ishlangan. 60 santimetrli sideniya bo'ladi. Xudo xolasa sifatlari nihoyatda a'lo darajada. Uyda to'rala burchagiga tushadi. O'ng chap tanlamaydi. Ularga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Kimdir bunaqasi qo'ymoqchi bo'lsa, bemalol qo'yaveradi. Bemalol ishlatsa bo'ladi. Narxi aksiyada buni ham 4 million 400 ming so'm. Xo'p, endi Istanbul 2 fasonim bilasizlar. Buni ham har xil varianti bor. Originali bu. Originali bo'ladi. Xo'p, originalini qayerdan bilamiz desanglar, sifat o'zi aytib turadi. Sidenasining tikilishlari, turishlari, holatlari aytib turadi o'zi. Nihoyatda chiroyli ishlangan. Mana yonboshlari, oldi ko'rinishlari. Xo'p, bu ham shu 430 ga 230 lik 3 ta pufigi bilan stoli 80 ga 270 bo'ladi. Stoli ham boshqacharoq qilib ishlangan, chiroyli ishlangan. Bular ham endi hozir bir xilda narxda turibdi. 6 million so'mdan sotyapmiz bularni. Bularga ham bemalol aloqaga chiqarasizlar. 6 million so'm sotilyapti. Xo'p. Istanbul 2. Yarim chestiram deb qo'yamiz. Bu ham 100% endi orqalarini ko'rsatishim shart emas, o'zini materiali hamma yo'g'i 6 million so'mga buni ham sotib olsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda mexanizmli ishlarimiz turibdi. Mexanizmli 230 ga 330 bo'lgan mexanizmli ishlarimiz turibdi. Bularda ham ikkita pufigi bo'ladi, stoli bo'ladi. 80 ga 180 lik oynali stoli bo'ladi. Endi mexanizmlari polniy spinkalari mexanizm, qo'llari ham mexanizm. Bemalol tushirib, maza qilib, uflab foydalansanglar bo'ladi. Bular orqaga jiladi, bilasizlar. Bularni ham aksiyaga tushirib qo'yganman. Bugungi kunda buni ham 8 million so'mga qilib beraveraman. 8 million 800 ming sotganman. Hozirgi holatda 8 millionga qilib beraman buni. Xo'p, bu high-tech modelimi, bularni ham olib chiqib qo'yganman. Bulari mana stolsiz bo'ladi desangiz, 3 ta pufigi bilan bo'ladi. 4 million 100 ming so'mga polniy komplekt 4 million 100 ming so'mga qilib beraman. Bunga ham 1 millionlik
900 ming so'mlik yaxshi stol qo'yamiz. 4 million 100 ming so'mga beraman. 230 bu tomoni, 430 bu tomoni. 230 ga 430 bo'ladi. Endi mana Meduza modelimizni bu svetiga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Bu ham shu narx. Bu ham shu narx. Oldingina nech pul degan bo'lsam, xuddi shu narxga qilib beraman buni ham. Bunga ham aloqaga chiqarasizlar. Mana turishiga ko'ryapsizlar. 230 ga 430 bo'ladi 3 ta pufiga. Stol qo'shib beraman. Xo'p, yastali bu fasonlarim chiqdi, ha. Bular ham hozir aksiyada 5,5 million so'm bular. 430 ga 230 bo'ladi. Bu ham nihoyatda chiroyli ishlangan 3 ta pufiga stollari bilan. Mana bu yostiqchalari bu yoqqa bu yoqqa bo'laveradi. Katta yostiqcha qo'yib qo'yganmiz. Sidinasining kengligi 68 sm bo'ladi. Bularga ham aloqaga chiqarasizlar. Endi bularimiz bor. Bularni 6 million 200 ming so'm stoli bilan sotyapmiz. High-tech modelimi mana unisi mana kattasi. Buni ham 5 million so'mga qilib beraveramiz. 5 million so'mga buni ham qilib beraveramiz. 430 ga 230 bo'ladi. Stoli 85 ga 270. Endi stolni nimaga har xil aytyapsan desangiz, 80 dan 90 gacha bo'ladi. Bu 85 lik variant. Shunlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Buni ham 5 million so'mga qilib beraveraman. Aloqaga chiqarasizlar. Xohlasangiz bu rangi bor. Bunga ham ozgina boshqacha ishlov berib qo'yganmiz. Buni ham 5 million so'mga qilib beraman. Meduza modelimizni mana stoli bilan turgan varianti bu. 6 million so'mga qilib beramiz. Eng arzon narxda mana Meduza modelimiz 6 million so'mga bularni ham qilib beramiz. Xo'p, endi bu yerda Chesterimiz turibdi. Chesterimiz bor. Bu ham mana ikkinchi sort Chesterimiz. Bular 5,5 million so'mdan. Bu ham 430 ga 230 bo'ladi. 3 ta pufiga bo'ladi komplektida. Sorti ikkinchi sort. Buni birinchi sorti bor, originali bor, har xili bor, bemalol bularga ham aloqaga chiqarasizlar. Mana Meduza modelda mana bunaqalari nihoyatda har xil rasvetga chiroyli qilib tayyorlab chiqib qo'yganmiz. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Endi bularni ham terib keyin aloqaga chiqamiz. Xo'p, endi shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, albatta bitta like bosib qo'yasizlar, podpiska bo'lib, obuna bo'lib bo'lsanglar, bunaqa chiroyli modellarimizni 5 million so'mga sotib olsanglar bo'ladi. Xurshidbek Mebelus kanalida eng sifatli yaxshi mebellar o'zimizda. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.